Xo'p, davom qiladigan bo'lsak, yurak urish soni 38 ta. Bu ava-tugunga xos bo'lgan yurak urish soni, ya'ni TSS ava-tugunga xos. 30, 40, 40, 60 shunaqaroq ritm ishlab chiqaradi. 40-60 davrasida bo'ladi. Yana aytishimiz mumkin, umuman olganda mana bu tomonda sutkalik monitoringini ko'rish mumkin. Yurak urishini bu 80, bu yerda 40 bu ularning orasida 60 bo'ladi. Hamma nimalari yurak urish soni monitoring davomida 60 gacha ham chiqmagan. Balki 50 tadan ham kam deb olishimiz mumkin. 50 mana shu yerlarda bo'ladigan bo'lsa 50 ga ham chiqmagan. 40 dan pastroq bo'lgan ko'pincha, ba'zida oshib turgan, 40 ni atrofida yurgan va ko'pincha past bo'lgan. Bularning hammasi to'liq ava blokada ritm boshqaruvchi ava-tugun ga xos belgilar hisoblanadi. Ritm boshqaruvchisi ava-tugun bo'lyapti va impulsda juda kam. Bu o'ziga xos turli xil bosh aylanishi, hushdan ketish kabi holatlarni ham olib kelishi mumkin ba'zi holatlarda. Xo'p, yana bemorda yana nimalar qo'shimcha qilishim mumkin? Qorinchalar ekstrastitsaliyalari bo'lgan. Ko'p emas. 15 tacha qorincha ekstrastitsiyasi kuzatilgan. Pauzalarni aytib o'tishimiz kerak. Pauza bo'lgan bradikardiya vaqtida. Hozir buni ham o'lchab ko'ramiz. RR pauzalari eng uzuni, eng yurak urishi kam bo'lgan vaqtda bo'ladi. Yurak urish soni 31 ga tushgan, eng kam yurak urishi shunaqa bo'lgan. Hozir buni o'lchab ko'ramiz pauza. Uch sekundli pauza bo'lgan. 3010 millisekund bu 3 sekundga teng. 3 sekunddan salgina oshiqroq pauza bo'lgan bemorimizda. Eng maksimal pauzasi shu. Bu albatta bunaqa bemorlarda elektrokardiostimulyator qo'yish kerak. Aritmolog bilan maslahatlashish kerak, davom muolajalarini olib borish kerak.